Oh. Ana. Kattaroq o'xshayapti uni. Nari qovlar. Qamishkalashdi. Oh. Raqaydi. Hoppa. Ana qadarajon qo'langan. Voy malades. Malades. Tushadilar mana. Mana Botirjon qanasiz qani? Kichkintoy. Mana zerikanlisi. Aka. Quloq Bos. Kelaverasizlar. Avval men ko'raygan. Kelaverasizlar akalar. Xumoqishda o'zi yashayapti. Tilla baliq ekan, tilla baliq. Akalar bemalol kelib olib ketsangiz. Zo'r bo'lyapti. Mazah qildilar. Starlik ketgan, ha? Bitta ko'taringchi aka. Maşallah. Baliq o'yga kelganman mana. Astoydil. Hali baliq suqqan ekan. Chiqib qoladi. Oltina qoldi. O'damiz hozircha. Chicha tortib qo'yapti, orada shu. Yengil. Bitta tortib qochib ketyapti baliq. Mana bizga baliq chiqmadi, akaga chiqdi mana yana. Уже ishtiyoqlar so'nib yashtiryapmiz, mana akaga baliq уже. Bitta ko'rsatib yuboray. Adashmabman aka. Ana Ulug'bek akanda natija bo'ldi. Bugun trendda, ha? Ulug'bek aka. Bitta. Bo'ldi, akajon qulluq bo'lsin. Qancha olgan? Yaxshi qilyapti akaga. Zokirxon aka, mana aka qarang kattalarni ushlashganda aka qarang. Mana shu akamiz hozir birinchi o'rinda olib qo'yishi mumkin aka. Bu akalarimiz Ma'lumdan kelishdi, Hasan Husan. Aka ukalar. Aka ko'p ko'rganman ma'lumda. Ha. Akalar hozir menimcha birinchi o'rinda urib qo'yishadi-yu. Aka unaqa ham qarang, hozir u akalar ham hozir pastasi urishadi aka. U kelyapti, qarang ko'pgina olib kelyapti aka. Juda katta olib kelyapti. Aka hozir zo'r bo'ladi aka, Hozir tortishlarni ham ko'rsatamiz aka. Zo'r bo'ladi, qarab turinglar. Baliqga qiziqadiganlar kelaverasizlar. Podpiska bilan like bosing. Like'ni bosing. Tomosha qilyaptilar, hozir bosmayaptilar hali ham. Aka, ko'rsatmaymiz bo'lmasa, jon aka bosib qo'ying. Bitta bosing, ha, zo'r aka. Bosdilar. Zo'r. To'xta so'ying. Qana baliq bu? Men aytdim, mas'ul bola hozir yutib ketadi endi Zokirxon. Yaxroq aka, nima bo'lyapti aka endi batta aka? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qoplar ko'tarib aka. Ha, bugun avval men yo'lda chempionat bo'ldi, eshitmadingizmi? Eshitdik, o'zimizdan aka. Bular nimaga endi aka? Bular endi xudo xolasa birinchi, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinlarga podarkalarimiz Podarkalar kelgancha. Hozir qani aniqlaymiz aka? Birinchi o'rinda aka, endi aka mana. Birinchi o'rinda eng katta baliq ushlagan birinchi o'rinda oladi. Undan sal kichikrog'i ikkinchi o'rinda oladi. Uchinchi o'ringa keladigan bo'lsa, kimni balig'i ko'pgina bo'lsa, o'sha uchinchi o'rinda oladi. Zo'r qilsa aka, xursand bo'lisharkan. Kerakli narsa qilsa aka. Kerakli narsalar qilib qo'ydi. Mana bugun dadam bilan keldik. O'g'imiz yurishmadi bugun chota. Qo'ya, taqdirlaylikchi bo'lmasa aka. Keladi aka. Kattasi. Mana eng kattasi. 1 kilo 380. 1 kilo 380 Hasanboy akamizniki. 1 kilo 380. 1,5 kilo. Bitta hammasini qo'yib ko'raychi, dila interes. Bu dila interesga qo'yilyapti. 6 kilo. Yo, 6 kilo emas, hazırlashyapsiz turibman. 8 kilo ekan. Adashib. Bittasi yerda turibdi. Xo'p. 8 kilo. Aka hozir ikkinchi o'rinda ketyapsiz. Ikkinchi o'rinda qolyapsiz. O, aka. 1 kilo 540 gram. 40 ga ketyapti hozir. Ulug'bek akamiz birinchi o'rinda olyapti. Xo'p, Muslimbek. O akada ham bitta katta bor edi. Qanchaga ekan? 6 kilo 640. Bu birinchi o'rinda kim aka? 3-o'rinni podarkasi. Qo'limizdan kelgancha. Kamtarona, qalmoq, leska, malochnisi, satok.
Aka, rozi bo'lasiz. Roziman. Qutlug' bo'lsin. Qutlug' rahmat. Pulli bo'lsin aka. Pulli bo'lsin. Ikkinchi o'rin Hasanbek aka. Aka, ikkinchi o'rinda oldingiz. Haloli pok aka. Qutlug' bo'lsin, 1,5 kilo bo'ldi. Aka, qalmoq, katushka, leska, kadosh. Aka, rozi bo'lasiz. Qutlug' bo'lsin aka. Akangiz kelsin. Qutlug' bo'lsin aka. Barakasini Barakasini bersin. Ulug'bek akamiz. Ikkinchi o'rin oldilar. Birinchi o'rin Ulug'bek akamiz qo'limizdan kelgancha aka. Qalmoq aka, katushka aka originalidan, leska, is alsaqa xullas sadogi bilan aka. Qutlug' bo'lsin, qutlug' bo'lsinmi? Pulli bo'lsin aka. Barakasini bersin. Birinchi o'rinni oldilar aka. Akam birinchi o'rinni oldilar. Sog' bo'lasiz aka. Xo'p, avval Mayak yo'lida biz Xumoqush bilan Farg'ona bir joydagi hamkorligida bugun zo'r tomoshalar bo'ldi. Albatta kelinglar. Avval Mayak yo'limizda biz mazza qilib damlarda olib, baliqlar ovlab, Zokirjon. Shu. Nima deysiz? Mazza qilib dam olib ketishaversin. Lokatsiyasini Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Kirib bemalol kelsalang bo'ladi. Necha kun, haftaning necha kun ishlatib bo'lasiz aka? Haftani 6 kun ishatdimi? Yakshanbada. Yakshanbadan kun dam. Menga xolos. Ha. Lekin ko'l ochiq. Kuchli. 20 ga 24 ga 7 ko'l ochiq. Ekranga nomerlarini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefonlash, Shahror aka bilan telefonlash kelaverasizlar. Lokatsiyasini Telegram kanaliga ham qo'yib qo'yaman. Nomeringizga telefon qilib Telegramdan yozsa tashlab ham beraverasiz. Tashlab ham beraveraman. Lokatsiyasini Tashlab mana. ham beraveraman. Ko'l вообще chiroyli. Hamma sharoiti bor mana. Ko'rib turibsizlar. Juda odam ham ko'p bo'lar ekan. Maza qilib o'ylab kelsalang bo'ladi. Bugun ham mana 100 necha kilo tashaldi? 20 kilomi yo 100 kilomi? Keling 100 kilo deylik. 100 kilo. Lekin pilusi bor. 100 kiloga Pilusi bor. pilusi bor. Lekin biz Asnaqa. 100 kilo deymiz. 100 kilo bugun ham baliq tashalgan mana. Ko'pchilik baliqni ushadi. Adam bilan keldi bugun. Biz endi ushalmadik-ku. Qaytyapmiz endi sekin. Ahror aka, ishlarga rivoj bersin aka. Biz qaytaverdik aka. Kelganlarga Sog' rozi bo'ling bo'ling aka. tovajon. Xafa bo'lmasdan ha. Qo'limdan kelgan. Yana O, endi kelinglar. shunaqa. Yana kelinglar. Hop. Aka, Mayli aka. ishlaysilar. Hop, sog' bo'ling. akalar like'ni bosib qo'yamiz, podpiska. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha. Metta yurganmi? Sekin qaytyapmiz mana endi. Yaxshi joy ekan.